Assalomu alaykum qizijonlar, yaxshimisizlar? Bizga novinkalar kelgan. Kurtkalarimizni qaranglar, qanaqa kачествоsi zo'r. Qo'llari manjetli, cho'mchalari bor, cho'mchalari qalingina, chuqurgina, kачествоsi zo'r. Xohlasanglar ikkita chetidan tortib qo'yib kiydirsanglar bo'ladi. Zamoklari shunaqangi zo'r, yoqalari qalingina, mexli, kачествоsi zo'r. Mana ochib qo'ydik. Shunaqangi anaqasi qaranglar. Kачествоsi shunaqangi zo'r, qalingina. Choklari ham bir tekisda tikilgan, choklar akkuratniy, qalingina, issiqqina kurtkalarimizga kelgan. Xohlasanglar svobodniy kiydiraman desanglar, shundoq stilda kiydiraverasizlar. Agar sal badanida yopishib tursin desanglar, ikkita chetidan tortib qo'yib kiydirsanglar bo'ladi. Tepasida va pastida o'zini tugmasi bor. Zamokini taqib qo'yib turib, tugmasini qattiq qo'ysanglar, badanida issiqqina bo'lib turadi. Shunaqangi kачествоsi zo'r bo'lgan qalingina kurtkalarimizni narx va razmerlari post tagida qizlar.